Değil mi? Assalomu alaykum ahli YouTube. Zafar TV nima qilib boshlab qo'yding desalaringiz, inshaalloh men boshlab qo'yganim yo'q bu desam. Sayfiddin TV bir ish boshlab qo'yibdi. Nima ish boshlab qo'yibdi desalaringiz, nima deydi? Haligi uylarda polni natejniy patolog qilyapti ekan. Natejniy patologlarning 400 xil, 500 xil nomi bor deydi. Inshaalloh ekranlarga nomerini qo'yib o'tamiz. Telefon qilasizlar. Shu Tojikiston bo'ylab xizmatda bo'ladi. Usmonjon, siz o'zingiz nima deb o'tasiz shu jigarimizga? Assalomu alaykum. Mening o'zim borib reklama qilganman. Borib iminni ko'rsatib, mana deb reklama qilganman. Zo'r bolalar. Zanglatib urib ketadi. Raqamini qo'yib o'ting. Kimga kerak bo'lsa zakaz beradi, borib urib beradi. Ishiga javob beradigan insonlar, ha? Xuddi shunday, o'zim ko'rganman. Mansur aka, siz nima deb o'tasiz Sayfiddin akaga? Avvalambor assalomu alaykum. Sayfiddin akaning ijodiga va ishlariga omad. Shu iki ustozimiz aytgan gaplarga qo'shilaman. Bu videorolikimizdan kimlardir foydalanishi uchun bu videorolikni chiqaryapmiz. Gazini bosasizlar jigarlar. Tojikistonda xullas nima deydi? Kim shu uyini natejniy patolog qildirmoqchi bo'lsa, ko'rib tursangiz shunday ekranda nomeri chiqadi. Shunga murojaat qilsalaringiz, o'zi nima deydi? Javob beradi. Inshaalloh patologlarda juda ham zo'r sifatlari bor. Sizlarga qanday turda kerak bo'lsa, aytsalaringiz WhatsApp orqali suratlarini taylaydi, videolarini taylaydi. Xudo xolasa, nima deydi? Borib uylaringizda ishlaringizni chot qilib beradi. Inshaalloh telefon qilaveringizlar. Gaziga bosingizlar, jigarlar, addish hurmatda sizlar.